Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchi kanalimiz a'zolari. Bugungi keyingi ishimiz Xudo xolasa Namangan Chortoqqa o'rnatgan olib keldik. Xudo xolasa xonadonlarga o'rnatib ketyapmiz. Bu ishimiz 14 talik. Oyoqlari 3D, Cobra Monica, gulli 3D Xudo xolasa. Ranglari shampan svetda tayyorlab berganmiz. Gorkasiga tushadigan qilib tayyorlab berdik zakazga. Bu ishimizni narxi 7,5 millionga dastlabkichida qilib o'rnatib ketyapmiz. 100% yong'oqdan bo'lgan stollarimiz xonlari MDFdan bo'lgan. Xonlarimiz razmeri keladigan bo'lsa 360 ga 120, xonlari xon taxta bo'ladigan variantda, tumbasi ham 3 talik. Bemalol xon taxta ishlasidan bo'ladi. 20 kishini kuzatadi Xudo xolasa. Usta Shahbozbek bizni manzil Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan chiqaryapmiz. Shunaqa ishlar kim kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Telegram, WhatsApp bor. Shu nomerimizda aloqaga chiqa olasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz bepul ichida bo'ladi Xudo xolasa. Bundan ham arzon ishlarimiz bor. 3 million 200 lik listavaydan bo'lgan 6 millionligi bor. Bu Xudo xolasa qimmatrog'idan zakaz bo'ldi. Xudo xolasa o'rnatib ketyapmiz. Baho berib pastda bitta like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar. Aloqaga chiqa olasizlar. Hammalarga kattakon rahmat, sog' salomat bo'linglar.